100 ta klient bor. Va 100 ta klient sizga 100 million so'm savdo olib kelyapti deylik. Birinchi klientingiz 1 million, ikkinchisi 0.9, uchinchisi 0.8, 800 ming. Hokazo ketgan oxirgisi 10 ming so'm olib kelyapti. Shuna bo'ldi. Endi Pareto qonuniga ko'ra, mana bu yerda 20 ta klientingiz bor, 20 dona klientingiz bor, ular 80 million olib keladi. Va bu yerda 80 ta klient bor, bular 20 million olib keladi. Tushunyapsiz? Sizni harakatingiz bo'lsa, hammaga bir xil taqsimlangan. Mani tavsiyam, harakatingizni, resursingizni bir xil taqsimlamang. Chunki bu adolatsiz, noto'g'ri. Yaxshi klientlarga ko'proq taqsimlashingiz kerak vaqtingizni, resursingizni. Sizlarga misol qilib keltiraman. Aytaylik, bizda bitta klientim bor edi. Ular oziq-ovqat ishlab chiqarishadi. Uslovni aytaylik, pechenilar chiqarishadi-da. Unda bitta rayonda oladigan bo'lsak, bitta rayonda bir 300 ta targov tochkasi bor, targov agenti bor, 150 ta bo'lgan, 150 taga boradi. Targov agentlarini baholaganimizda ularni viziti bo'yicha oylik beramiz. Nechta vizit qila oladi? Bular bir kunda 30 ta vizit qiladi, 5 kun ishlaydi, 150 ta vizit qiladi, bo'ldi. Ikkitasi bor, 300 ta vizit va haftada bir marta tochkaga kiradi. Endi tochkaga kirganda targov agent nima deydi? Shunday kiradi-da, aytadi: "Assalomu alaykum" deydi. Bizda dahshat pechenilar bor. Zo'r, yeb ko'ring deydi. Sotuvchimni qaraydi. Mayli, berinchi deydi. Yo'q emas deydi. Olasizmi? Yo'q deydi. Nimaga desa, ko'rmayapsizmi? Tiqilyotibdi deydi. Keyin u to'xta deydi. Hali nimalarni eslaydi? Treningda eslaydi, darsda. Nima deyishdi menga deydi. Возражениеda shuna deyish kerak. To'g'ri aytyapsiz, deb turib sekin kirishadi jangga. Keyin sotishga harakat qiladi. Targov agenti ishi shu. Endi sotdi, qanchadir, bir korobka sotdi, ketdi. Keyingi hafta yana keladi. Endi men aytayapman, "Хорошо, kategoriyalar bormi?" desam, "Yo'q" dedi. Kategoriyalarga boramiz dedi. A kategoriyadan. A kategoriya taxminan 300 tadan bir 60 tasi A kategoriya. B kategoriya taxminan 100 ta. C kategoriya taxminan 140 ta. Mana shuna qilib bo'ldik. Savdoni odatda mana shu 60 tasi taxminan 70% savdoni olib keladi. Bunisi taxminan 20% savdoni olib keladi, bunisi taxminan 10% savdoni olib keladi. Mana shunday bo'linadi. Sizlarda ham shunaqa bo'ladi. Mana shunday bo'lindi. Endi men aytayapmanki, mana bu A kategoriya bizda 70% savdoni olib keladiganlar. A kategoriyani o'zini xarakteristikalari bor. Misol uchun, men aptekalar bilan ishlaganda, undan oldingi misolda bizda qanaqa edi? A kategoriya aptekalar bular yo'lda bo'yidagi kvadraturasi 120 dan 200 kvadratgacha, 3 ta kassasi bor, 4 ta provizor ishlaydigan degan kriteriyalar bordi. Shunaqa apteka bo'lsa, bu A dirdik-da, ketaverardik. U mizr savdo keltirishi farqi yo'q bizga. Bu A dirdik. Bunga kirib olsak zo'r savdo bo'ladi dedik. Tushunyapsizmi? Endi biz aytyapmiz, A kategoriya 60 ta. Endi aytyapman, A kategoriya necha marta kirasan deyapman. 1 marta kiraman deyapman. C kategoriyaga necha marta kirasan desam, 1 marta kiraman deyapti haftasiga. Noto'g'ri dedim. Nimaga desam, chunki A kategoriyaga kirsak, qancha olasiz mana shundan desa, 1 korobka olaman dedi. Qizingiz keladi, bir korobka tashib ketadi dushanba kuni. Okey. Qancha sotasiz bir haftada? 3 korobka sotaman. 3 korobka sotadigan bo'lsangiz, bu 1 korobka nimaga olyapsiz? Nima 3 korobka olmayapsiz? Chunki joyim yo'q. Plus naqdga sotyapti bu. Sirazu bergim kelyapti pul. 3 marta kelsa berardim. Bu 1 marta kelyapti. Okey. Endi 1 marta tashab ketdi dushanba kuni. Men keldim, pechenini yedim. Zo'r ekan dedim pechenisi. Uyga ketdim, yedim pecheni. Menda tugab qoldi. Chorshanba kuni qaytib keldim. Do'konga kirdim. Chorshanba kuni kirsam, hali korobka tugab bo'ladi. Chunki sotib bo'ldi-da uni. Chunki A kategoriya u. Men bunday kirdimda, aka haligi pechenilar yo'qmi deyman. Qolmabdi deydi hali sotuvchi. Keyin
bekorda yegim keladi deb sekin chiqib ketaman. Sotuvchi nima deydi? To'xtang deydi. Qayerga ketyapsiz deydi. Shu pechenye olgan uyga ketyapman xafa bo'lib. Baqa keling deydi. Bitta zo'r pechenye bor deydi. O'zi narigilar san tuftaroq bo'lib qoldi ham deb qo'yaveradi sizga. Mana buni yeb ko'ring deydi. Bunday olasizda, uni olib turib deysiz. Haqiqatan bu ham zo'r ekan deysiz. U yo'q joyda konkurent paydo bo'ldi. U konkurentni siz paydo qildingiz. Tushunyapsizmi? Vaqtida kelmaganingiz uchun, autostop bo'lib qolgani uchun. Endi men dushanba kuni qaytib kelaman. Haligi eski yaxshi ko'rgan bilan yangi yaxshi ko'rgan pechenyelar ham turibdi. Deyman. Eskisi bilan yangisi turibdi. Qaysi birini olishni bilmayapman endi. Nimaga? Chunki biz o'zimiz shu holatga keltirib qo'ydik. Odatda bozorda konkurentlar zo'r bo'lganligi uchun yutib ketishmaydi. Siz yomon ishlaganingiz uchun yutib ketadi. Yomon ishlamang deyapman hozir, zo'r yutasiz. Men aytayapman, "Qarochi" dedim. Bunga 2 marta kiramiz dedim. 2 ta vizit bo'ladi dedim. Bunga bitta vizit bo'ladi. Ikkita vizit bunga 120 ta vizit, bunga bitta vizit 100 ta vizit, общий 220 ta, 80 ta vizit 140 taga qolyapti bu yerda. 80 ta vizit 140 taga yetmaydi desa, bo'lmasa 0.5 marta kirishasan deyapman. Haligi do'konga 2 haftada 1 marta kiraman desa, ha, kiraverasan. Savdo yo'qolib qoladi unda deyapti haligi targovaga. Yo'qolaversin deyapman. O'zi 10% savdo beryapti. Nimasi yo'qoladi? Faraz qilaylik deyapman, mana shu. Keyin analiz ham qildik. Men aytdi 50% savdo yo'qolib qoldi deylik. Общий 5% ga tushdi bu savdo. Da bunday o'zgarish yo'q, lekin 2 marta kirganimiz uchun mana bu 20% ga oshsa, odatda 20% ga oshmaydi. Jahon praktikasi bo'yicha to'g'ri marshrut qilib, vaqtida kirib, jiddali shaklar bor. Targov agenti 6 ta shagi bor. Shaklarni to'g'ri qilsa, 45% ga sales uplift bo'ladi. Sales uplift deydi, 45% ga oshadi. 20% ga oshsa ham bu yerda toza 14% chiqadi. Bu yerda minus 5% bo'lsa, toza 9% yutyapmiz bu yerda. Tushunyapsizmi? Toza 9% yo'q joyda, 0 resurs bilan. Men ismim Azizjon Gaparov, men 22 yillik xalqaro biznes tajribasiga egaman. Sizga tanish bo'lgan ko'plab brendlarning strategiyasini tuzishda, bitta darajadan keyingi darajaga olib chiqishda yordam berganman. Bularga misol Pure Milky, Air Max, Sag gilamlari va bundan tashqari yuzlab boshqa brendlar bilan ishlaganman va ishlab kelyapman. Misol uchun Kardinar brendi. 0 dan boshlab to bozor liderigacha bo'lgan yo'lda birgalikda ishlaganmiz va haligacha hamkorlik qilamiz. Aynan mana shunday real case'lardan olingan tajribalarni siz tadbirkorlar bilan bo'lishish maqsadida bir oyda bir marta biznes nonushta tashkil qilganmiz. Ko'p tadbirkorlar biznes nonushta formatimizni nima uchun tanlashadi? Birinchidan, o'ziga o'xshagan kuchli tadbirkorlar bilan tanishadi. Ikkinchi va asosiy sabab, nonushtamizda bilim olinadi. Aynan yig'ilgan tadbirkorlarning og'riqlaridan kelib chiqib bitta mavzu tanlanadi va ushbu mavzuga chuqur kirishamiz. Nonushtamiz davomida siz aynan sizni biznesingizda qiynayotgan savollarga to'g'ridan-to'g'ri javob olish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Ushbu nonushtalarimizga qatnashib, biznes ilmini olish qiziq bo'lsa, hoziroq ro'yxatdan o'ting. Bularda bitta rayonini o'zida agar aytaylik 1 milliard so'm оборот qiladigan bo'lsa, bunga qo'shimcha 100 million kelyapti. Qo'shimcha 100 million so'm оборот bo'lyapti. Buni marjinalnisi agar 30% bo'lsa, qo'shimcha 30% topyapti o'sha paytda. Bitta agent qo'shsam, men bularga ham kelardim, 5% ham yo'qotmas ekanman-da deyapti. Конечно dedi. Bitta agent qo'shaymi, qo'shmaymi dedi. Ha, siz 30 million yo'q joyda topyapsiz hozir, qo'shmasdan. Qo'shsangiz 30 million emas, 50-60 million topasiz yo'q joyda. Hatto 100 million qo'shimcha topasiz dedim. Foyda, savdo emas. Qo'shaylik bo'lmasam dedi. Keyin yana bitta agent qo'shdik. Shanba kunlari ham ishlatsak-chi dedi. Mayli, xohlasangiz shanba kuni ham ishlating dedim. Men bilan 2 marta kirsin. Men bularga ba'zilarga 3 marta kirsa-chi, 3 marta kirsin dedim. Men bularga har kuni ba'zilarga 2 marta kirsin dedim. Biz yo'q joyda 0 byudjet bilan prosta segmentatsiyani to'g'ri qilganimiz uchun savdo oshib ketdi. Tushunyapsizmi? O'sha men shu agar sizlarda kategorizatsiya yo'q bo'lsa, обязательно kategoriyalar qiling.